Kaptarxonadan gapiramiz, hurmatli do'stlar. Bugun biz Dilmurod akamizni ona qishlog'i, tug'ilib o'sgan qishlog'i Kaptarxonaga mehmonga kelganmiz. Bu yerda Magnit degan baliqxona, supermarket bor ekan. Bu yerda bir-biridan mazali shunaqangi baliqlari bor ekan, do'stlar. Kimdagi aka baliqlar hamma xil turlari bor. Albatta. Bundan tashqari siltama, osh dislarmi, xullas hamma narsalar bor. Bemalol kelib shunaqangi ziyofatlarni ham qilib berishadi. Banket dislarni qo'ygan kunda do'stlaring, qadrdonlaring bilan kelib o'tirishlaring mumkin bo'ladi. Bundan tashqari do'kon bor ekan. Hozir etni ham ko'rsatamiz sizlarga. Dilmurod aka, nima uchun magnit deb nomlangani men tushundim. Sababi magnitdek bu joy o'ziga tortar ekan-da. Hamma narsa bor ekan-da. Albatta, hamma narsa bor. Svejiy oziq-ovqat, parfumeriyalar, xullas yevichalar, hamma narsa bor. Eng qizig'i qishloq ham shunaqa do'konlar bor. Ha, qishloqlar ham mana hozir rivojlanib, shaharga borish shart. Shartdan hamma yoq bor. Endi aka bitta ma'lumot tushuntirib yuboraylik. Bu tomon choyxona, bu tomon supermarket. Manzil shu Farg'ona tumani, Kaptarxona qishlog'i. Bemalol kelaverasizlar, murojaat quyidagi raqamlarga bog'laninglar. Dastlabki xizmatlari ham bor ekan. Bu videoni hamma Farg'ona tumanida yashaydigan do'stingizga jo'natib qo'yinglar. Katta